Qani endi biz haqiqiy muhim bo'lgan bir savolga javob beraylik. Bizning hissiy munosabatimizning maqsadi zor nima? Universal maqsad bormi? Universal sabab bormi? Mening demoqchi bo'lganim, biz hayotimizda doim degidek ma'lum bir narsalarni umid qilamiz, biroq umid qilishimizning sababini unutib qolamiz. Siz balkim ba'zida menga hissiy munosabat kerak deyishingiz mumkin. Hissiy munosabatga erish bo'lgandan keyin menga hissiy munosabat kerak emas deyishingiz mumkin. Ajoyib kulkilik. Chunki sizga hissiy munosabat kerak deganda amniyat siz boshqa narsani talab qilgan. Balkim u bir xil muhabbat, do'stlik, balkim qalblarning birga tutishini, balkim birarsin erkiltishni, balkim yana boshqa narsani talab qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu balkim raqobat bo'lishi mumkin. Bu balkim pul bo'lishi mumkin. Bu balkim mol dunyo bo'lishi mumkin. Biroq ko'pinchimiz bu hissiy munosabatda zodi nimani qo'lshatganligimizni bilmaymiz. Shunlashqa biz bir narsaga erishib, nima uchun erishganligimizni bilmaganda umidlanamiz. Siz hissiy munosabatda barliq munosabatlarning haqiqiy maqsadini aniq bilishingiz kerak. Ba'zilar aloqalashish, ba'zilar o'rganish, ba'zilar bahramon bo'lish, yana ba'zilar tushunish, yana ba'zilar beshidan o'tkazish deyishi mumkin. Barliq bu javoblarning hammasi to'g'ri. Biroq hissiy munosabatning haqiqiy maqsadi bo'lsa, biz hozir deb o'tgan barliq maqsadlarga uyg'un keladigan maqsad. U bo'lsa-mu bir oddiy ish. Ya'ni hissiy munosabatning haqiqiy maqsadi bo'lsa, insonning hayotidagi his tuyg'ularini kuchaytirish. Mening demoqchi bo'lganim, o'ylab baqili. Siz ma'lum bir ishni yolg'iz his qilgan chaqda qanday tuyg'uda bo'lasiz? Balkim noyat qaltis bo'lishi mumkin. Biroq nima uchun o xil his tuyg'uni o'rtoqlashganimiz bor? Chunki siz birga bahrlanish jarayonida uni qaytadan bir qatim his qilib qolmasdan, balki uni texnik kuchaytisiz. Shunday emasmi? Mening demoqchi bo'lganim, sizdagi bu xil his tuyg'udan qarshi taraf hayajonlangan vaqtida siz texnik hayajonlisiz. Agar ular qayg'ursa, siz texnik qayg'ursiz. Chunki siz his tuyg'ularingizni o'rtoqlashgan vaqtingizda bir xil energiya paydo bo'ladi, bir xil kuch-qudrat paydo bo'ladi. Esingizda chin tuting. Bir qo'shilgan bir hissiy munosabatda argizmish kektan olmaydi. Balki 3-xil energiya, 3-xil kuch-qudrat paydo bo'ladi. Bu xil kuch-qudrat ich-ichidan paydo bo'ladi. Kishilar orasidagi bog'lanish paydo bo'lganda, bu xil hissiyot va kayfiyat jihatdan o'rtoqlash amalga oshgan bo'ladi. Bu xil energiya paydo bo'ladi. Bu xil energiya hayotimizdagi his tuyg'ularni kuchaytiradi. Masalan, top musobaqasini 3-4 odam bilan ko'rishni xohlamsiz yoki necha 10 minglagan odam bilan ko'rishni xohlamsiz? Balkim siz 3-4 odamdan ko'rishni tanlashingiz mumkin. Chunki o'rningiz yaxshi bo'ladi emasmi? Biroq men bu xil hissiyatni da'vatman. Agar birarsi to'pni vartaq ursa, 3-4 odam, yaxshi oldi, qaltis oldi desa, qaltis bo'lib ketami? Yoki 10 minglagan, 100 minglagan odam chavak alqishlari bilan ura, ura, yana birini, intayin qaltis, yana birini deb hayajonlansa yaxshi bo'larmi? Qaysi sizning his tuyg'ungiz kuchli bo'ladi? Necha 10 minglagan odam o'rnidan turib, sakrab, varqirgan holatda sizning badaningizdagi har bir hujayralaringizmi shug'ul tavrinish his qildi emasmi? Nima uchun kishilar ma'lum bir yiroq safarga otlangan chaqda boshqalar oddiylik qilib, bo'ldi, xo'sha, deb qo'ymaydi? Aksicha quchoqlab, suyib, yig'lab, amonlik tilashib, uzitib qo'ydi. Demak, kuch-qudrat, energiya. Energiya birlikda bahranishdan keladi. Mana bu energiya, mana bu kuch. Hissiy munosabatning kuchi bo'lsa, o'rtoqlashishda. Hissiy munosabatning sifati bahramon bo'lishning darajasiga bog'liq. Bu haqiqat. Siz boshqalar bilan o'rtoqlasha oladigan his tuyg'u iqtidorining cho'ng kichikligi sizning hissiy munosabatingiz sifatini belgilaydi. Taqdim qilish bilan elish ikkisi tang yuz bergan chaqda siz o'sib yetilishga boshlaysiz. Bu vaqtda o'sib yetilish bo'ladi. Hissiy munosabatni kuchaytirish bo'ladi. Hayotiy kuch bo'ladi. Energiya bo'ladi. Hissiy munosabat degan mana shu. Agar siz hissiy munosabat ichida turibmi, o'rtoqlashishni bilmasangiz, siz haqiqiy hissiy munosabat ichida emas. Siz boshqalar bilan birga o'rtoqlashishga qodir bo'la olmasangiz, siz yana hissiy munosabat ichida emas. Yoki siz intayin tuan darajada hissiy munosabat ichida. Agar siz hissiy munosabat ichida ustunlikda turib olsangiz, siz bu chaqda bahramon bo'lish holatida emas, balki kontrol qilish holatida tursiz. Bu haqiqiy hissiy munosabat bog'lanish emas. Chunki bizda bog'lanish bo'lgan chaqda biz bir yo'nalish qarab manglaymiz. Xuddi paraxotdagi odamlar bir yo'nalish qarab mangandek. Biz bu jarayonda xushallikdan bahramon bo'lamiz, azob o'rtoqlashimiz, birlikda o'rganamiz, insoniyat beshida o'tkazishga tegishli bo'lgan barliq kechirmishlarni beshimizdan o'tkazamiz. Shunlashqa mening demoqchi bo'lganim, hayotingizda eng ko'p narsalarga erishay desangiz, ajoyib qaltis hayotga erishay desangiz, ular odatdan tashqari kayfiyat, odatdan tashqari psixikadan keladi. Endi bu xil kayfiyat bilan psixika sizning muvofiq odamlar bilan turmushdagi har xil ishlarda o'zingizning iqtidoringizni kuchaytirish orqali cho'nqur holatda munosabat o'rin oladigan iqtidoringizga bog'liq. Ba'zi munosabatlar xuddi siz burun o'sib yetilib boqmagandek sizning o'sib yetilishingizning yo'lini tepishga sababchi bo'lib qoladi.
Chunki biraylan sizning ruhingizni qo'zg'atadigan usulni tepib, sizni raqobatga yuzlantirdi. Bu orqali sizmi ularni shunday qila olasiz. Ba'zilar hayotingizni azobga olib keladi. Bu azob siz qarshi tarafdan o'rtoqlashgan azob. Bu azob sizni hayotingizga qaytadan bir nazar tashlatqizdi. Bu orqali siz yanada o'sib ketilasiz. Ba'zilar sizga har doim izlayotgan o'zini taqdim qilish hissiyotini ato qilishi mumkin. Yana ba'zilar sizni qo'zg'ab, sizni rangarang hayotga boshlab kirishi mumkin. Yana ba'zilar sizning hayotingizga xotirjamlik kelib kelishi mumkin. İnsaniyatning barliq ehtiyoji mushkil hissiy munosabat ichida qondirildi. Bu xil ehtiyojlarning ojizidan o'zingizmi chiqarishingiz mumkin. Biroq yolg'iz holatdagi qondirilgan ehtiyojning darajasi hargizmi o'rtoqlashgan holatdagi ehtiyojning darajasi bilan o'xshash bo'lmaydi.